Ürümchining yez bozori haqiqatan bak qiziydi ekan billah. Vah vah, Janubning yez bozorlaridan qilishmig'idek Ravrus bozor bo'ldi ekan billah, qaranglar. Mushu yez bozorga kelib necha soatli aylansangiz, Janubning yez bozorlariga berib o'ynab kelgandek tuyg'uni topa olasiz. Chüje, to'shqon, qushqoch mushunday narsalarni ko'rib, bolalarga albatta ro'yatiga xushal bo'lib qoldi-ku deyman do'stlar. Qaranglar, bir-biridan o'maq cho'jilar. Qadimiy tog' jinslarga o'xshaydigan bir nonga bu tunji qatim ko'rishim bilan qaranglar. Bu nonga toshnan deb ism qo'ysak bo'g'day. Muhim gapdan birini deb qo'yay. Bu bozorda donliq bir lampon ekan. Oldida odamlar qata yarim soatlab paydo turib, bir qancha lamponni yeb ketdi ekan. Lampongo qimmat emas ekan. Arali 5 ekan, lekin qaranglar paydo turgan odamlarga. Menmi bir qancha tetib boqdim albatta, yarim soatlab paydo turib. Lekin haqiqatan bak o'xshaydi ekan. Bu bozor haftada bir kunlik bo'lgan bo'lib, ya'ni har haftaning shanba kuni, haftaning 6-kuni bo'ladi ekan. Bir tal yurak berib filmni cho'qim saqlab oling. 2 kilos 6 qo'y, 2 kilos 10 qo'y.